Assalomu alaykum aziz obunachilar. Xudo xolasa ramashka mevalarimizni bir xonadonga qo'yib berdik. Ko'rishingiz mumkin, pasvetkalari bilan, tagida sofalar bilan. Xo'p, shunaqa materiallari zo'r materialdan, yaxshi materialdan qilingan. Va tumbuchkalari, tepalari oynalik va oshmoshlar, rollari vakuumli qilingan. Ikkita tumbuchkasi, spanisi va oyoq tarafida sofasi ham materialdan qilingan. Taglari sandalye bo'ladigan. Matrasni 210 ga 170 lik ikki tarafli matras qilib berganmiz. Xo'p, shveynlarni ko'radigan bo'lsanglar, bo'yi 210 ga, bu yoq yana 2,5 metr. Ichini ochadigan bo'lsak, tepada ikkita vishilkasi bo'ladi, pastda vishilka, o'rtada polka qilingan. Bu murskoy tarafi. Xo'p, o'rtasini ochadigan bo'lsak, to'rttadan polka va ichida bitta sef qilib berganmiz. Bu tarafni ochadigan bo'lsak, bu tarafimiz tepada polka qilib, vishilka bilan ayollar uchun uzunroq qilib berganmiz. Xo'p, termosi keladigan bo'lsak, termosda o'rtada chekkada shkafi bor. Ichini olsak, polni polkalik va oynalik. To'rtta tortma qilingan. Vakuumli qilgan oshmoshlarning hammasini va sensor qilganmiz. Kimga shunaqa mebellar kerak bo'lsa, bemalol Andijon mebelga aloqaga chiqib ko'rasizlar, nomerlar qoldiramiz. Buni 4 xil rasvetkasi bor. Qop qorasi bor, kulrang sveti bor, keyin bu молочный sveti. Kanalda yangi bo'lsalar, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yasizlar. Xudo xolasa, narxi 12 million so'm O'zbekiston bo'ylab dastlabki qilib beramiz.